Buxoro viloyatiga o'tgan yili xorijdan har tomonlama qulay va shinam bo'lgan zamonaviy avtobuslar olib kelindi. 116 ta, 45 ta mikroavtobus aynan bugun xalqimizga xizmat qilmoqda. Hudud transport infratuzilmasini yaxshilash maqsadida Qadim shaharga yana 25 ta yangi avtobus olib kelindi. Buxoro shahrida jamoat transportini rivojlantirish va tirbandliklarni qisqartirish maqsadida jamoat transport faoliyatida brutto shartnoma tizimi joriy qilindi. Hozirda brutto yo'nalishlari 7 taga yetib, 84 ta yangi avtobus bu tizim orqali xalqimizga xizmat ko'rsatmoqda. Fevral oyidan boshlab yo'lkira naqd pulsiz to'lash tizimi ishga tushirildi. Bunda tashuvchi korxonalarga brutto shartnoma asosida qatnovlarni bajarganligi uchun davlat byudjetidan jami 33,6 milliard so'm mablag' to'lab berildi. Hududlarda aholiga ko'rsatilayotgan transport xizmatlari sifatini yaxshilash maqsadida yana 25 ta zamonaviy avtobus olib kelindi. Birinchi yo'lovchilardan bilib yangi avtobusga sayr qilyapmiz. Juda ham qulayliklar yaxshi. Yaratilgan sharoit uchun prezidentimizga minnatdorchilik bildiramiz. Ushbu avtobuslar yo'lovchilar uchun qator qulayliklarga ega. Ular Euro 5 standartlari talablariga to'liq javob beradi hamda tabiiy siqilgan gazda harakatlanadi. Bu shahar ekotizimini yaxshilashga ham zamin yaratadi. Yo'l haqi to'lovlarini elektron tarzda amalga oshirish uchun Atto tizimi o'rnatilgan. Shuningdek, avtobus saloni to'liq kuzatuv kameralari bilan ta'minlangan. Bugun Buxoro shahrida bir kunda 220-230 tagacha avtobuslar yo'nalishlarda harakatlanmoqda. Bu esa o'z navbatida o'rtacha 35-40 ming yo'lovchi tashish hozir imkoniyatiga egamiz. Ushbu avtobuslar olib kelinishi bilan avtobuslar soni yanada ko'payib, tashiladigan yo'lovchilarimiz soni ham ko'payadi o'z navbatida va albatta jamoat transportida ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati oshiriladi. Ma'lumotlarga ko'ra, mart oyi yakuniga qadar Buxoroga yana 60 ta xuddi shunday avtobuslar olib kelinadi. Xususan, shahar tipiga moslashtirilgan katta hajmdagi 12 dona avtobus xarid qilish bo'yicha shartnomalar imzolangan. Umuman, yil yakunigacha yangi olib kelinayotgan jamoat transportlari soni 100 tadan oshiriladi. Ushbu avtobuslarning barchasi yo'nalishlarda brutto shartnoma asosida aholiga xizmat ko'rsatadi. Aziz yurtdoshlar, bu dasturimizdan o'rin olgan so'nggi lavha edi. E'tibor uchun rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling. Hali yana uchrashamiz. Salomat bo'ling.